Salom do'stlar, Tiger O'z YouTube kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi videomizda biz yana o'sha Granny o'yinidagi buglar bilan tanishamiz. Agar videomiz sizlarga yoqadigan va foydali bo'lgan bo'lsa, albatta videomizga like bosib kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Xo'p, videomizni boshladik. Granny xolamiz ham bir nimalar qitirlatib boshladi. Biz Granny xolamiz qayerdaligini обязательно bilib olishimiz shart. Xo'p do'stlar, men erta turgan bo'lardim. Hozirgi o'yinda men sizlarga devorlar orasiga qanaqa kirish shunaqalarni ko'rsatib o'taman. Grannyni qayerdaligini taxminan bildim. Shuning uchun yiqildim. Keyin boramiz. Bizga birinchi yo'limiz mana shu yerda. Mana ko'rib turganlaringdek bu yerda mana hamma yoqda ko'rsak bo'ladi. Mana quduq manaka tushgan ekan. Shunaqa betlarda nima bor? Birinchisida tayoqmi, bolg'ami? Shunga o'xshash narsa bor ekan nuqtada. Ko'rib turganlaringdek. Granny metda taraf-tarafqa nimalardir o'ldiryapti adashmasam. O'rgamchi yo'q, maytda lift, boshqa bog'da garajda arqa ko'rinishi. Shunga o'xshash. Butun boshqa xaritani ko'rsak bo'ladi. Mana shu yerda. Avval nimalar bor, nimalar yo'q. Bog'da bunaqasi chiqib turib, manakka kiradigan bo'lsak, yarimchala ko'rsatadi, ya'ni xira. Lekin bunda tepada nima narsalar bor, tepada qanaqangi qiziqarli narsalar borligini ko'rib olsa bo'ladi. Masalan, mayta drabavikda yarimi turibdi. Shunga o'xshash boshqa narsalar. Xo'p. Yana hozir bor bog'da. Mana bu yerga tushadigan bo'lsak, mana bu yerga tushib turib, mana bu yerdan ham ko'radigan bo'lsak, mana nimalar bor, metalik shu taxtani yaqinroqdan ko'rsatyapti. U og'da mana turgan jim, garaj, balobatlar. Mana bu yerda ko'rib turganimiz rasti podlokki bor. Mana bu yerda mana narsa. Qiziqarli narsalar bor. Xaritani o'sha boya aytganda xaritani butun boshiga ko'rsak bo'ladi. Mana tepani ham ko'rsak bo'ladi. Granny keldimi yo'qmi? Zinar arqalari mana zinar arqasida hozir xira chiqyapti. Rasti podlokki. Xo'p, mana shu holatlar. Birinchi bagimiz ko'rib turganlaringlar shunday iborat. Bu o'zlaringga qiziq bo'lgan hamma joyga kirsalar ham bo'ladi. Kirib ko'rsalar ham bo'ladi. Mana masalan mana bu yerdan ham nimasiz o'tib ketaveradi mana drabavikda. O'sha ko'tadagi qismi. Bunday kelib turganimizda bog'da Grannyga bo'lsa, bak holatda bo'lsak, men kimdir turib olsak ham bo'laveradi. Granny bizni mana ko'rmay o'tib ketadi. O'sha yoqqa o'tib ketganda biz sekin mana bu yerdan yana o'tib ketaveramiz. Birinchi bagimiz shunday iborat edi. Xo'p. Biz ikkinchi bagimizga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi bagimizga ham shu holat kerak, ammo hushyor bo'lasizlar, turib qolishi ham mumkin. Chala o'tirgan holda bo'lishi ham mumkin. Bizga podvalga tushib olishimiz kerak bo'ladi. Hop. O'rgimchaksiz podvalga kalitsiz tushadigan bir yo'l hozir kelganimda bilib qoldim. Agar o'xshadi, yana bilmadim. Mana bu yerga kelganda maytga yostiqda cho'zgan tortgan holat turishimiz kerak. Ko'rib turganlaringdek, mana biz panjaraning bag'iga tushib qoldik. Bu yerdan chiqib bo'lmaydi. Ikkinchi bagimiz shunday bo'ladi. Bu yerda bizga nima foyda desang, prosta qiziqishga mana yerda quti bor ekan. Ichida hech nima yo'q. Chunki bu yerga kirib bo'lmaydi. Bu yerdan chiqib bo'lmaydi. Bag orqali kirsalar ham bo'ladi. Mana tarvuz.
Ko'rib turganlaringiz mana shunday holat. Lekin chiqib bo'lmaydi. Ko'rib turganlaringiz mana bu yerdan kiramiz. Bunday turib qaraydigan bo'lsak, mana buni ochilgan o'sha xona. Yana o'tiramiz, yana kiramiz, yana buni ochilib, mana shu yerdan darvoza oldik. Yana kirib turib, yana chiqib turib, bunday kelib aylanib keladigan bo'lsak, mana yana shu yerda paydo bo'lamiz. Bu urodi bu yerdan chiqib ketish imkonsiz deb o'ylayman men. Ko'rib turganlaringiz bo'lmayapti. Chiqib hech qanaqa yo'llari ham boshqa ham yo'q. Xo'p, ikkinchi bagimiz shundan iborat edi. Ko'rib turganlaringiz. Agar o'zlaringizga qiziq bo'ladigan bo'lsa tushib ko'ringlar, lekin qochish maqsadida kirgan bo'lsalaring bu yo'lda nima tavsiya qilmayman, chunki o'zlaringiz bir tupikka tiqillang qoladi. Xo'p do'stlar, birinchi bagimiz shunday iborat, ikkinchi bagimiz shunday iborat edi. Biz o'yinga chiqib boshidan kirishimizga to'g'ri keladi. Chiqib kirib oldik va Grenni uxlatib qo'yib taxlan olishimga ham to'g'ri keldi. Ko'pincha Grenni xalaqit qildi. Biz ketamizda mana bu yerdan yiqilishimiz shart. Yiqilamizda, bag'dan bunday chiqamiz. Chiqib turib mana bu eshikimga tushamiz. Tushgandan keyin mana bu devorda jiring o'tirmagan holda o'tirsak bagimiz o'shanga qoladi. Mana yopiq bekket dirabavingiz yo'q, arbaletingiz yo'q, qanday kirish mumkin? Albatta taxta orqali va stol. Mana bu yerga stolda taxtani tashlaymiz stol ustiga. To'g'rilab tashlaymizda ustiga chiqamiz. Ustiga chiqib, jo'sti devorga qarab tortib turib, o'tirishni bosamiz va bagimiz ishlab ketadi. Yiqilib biz bag holatga tushib, xaritadan chiqib ketamiz. Ko'rib turganlaringiz mana shu holat. Biz ichkariga kirib ketmasdan sekin qirg'og'idan yurib olishimiz kerak, chunki eshik ochilmagan. Mana zo'r narsani o'rganmas ekanmiz. O'shancha akkumulyatorni olmadim men. Bunday qilib sekin mana shu muzlatadigan pastel ishida turadi. Qilib sekin qo'yamiz-da, qirg'oqda yana sekin yurib ketishga harakat qilamiz. Ko'rib turganlaringiz mana bagimiz o'xshadi, mana ichkarida yo'q. Lekin akkumulyatorda ololmaymiz, chunki uzoqda edi. Ichkariga kirsak biz quplanib qolardik, o'zimiz tepib ketib. Iloji boricha ehtiyotkorlik bilan qirg'oqdan yurish kerak. Xo'p do'stlar, bugungi mana shu 3 ta bagimiz shulardan iborat edi. Ana Grenni ham keldi. Balakat. Orada bir kun o'lib ham qoldim. Bizda 3-kun. Hop, turyapmiz. Turdik. Xo'p do'stlar, bugungi baglar videomiz shulardan iborat edi. O'yin ochib ketarsam bo'ladi. Bugungi baglar videomiz shulardan iborat do'stlar. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin.